Assalomu alaykum, kanalimizning obunachilari va mehmonlari. Biz yana yangi joyga o'tdik, xudo xohlasa. Mana koloduz kovlash ishlari olib borilmoqda. Bu koloduzimiz chuqurligi 3 metr bo'ladi. Tak, mana akamiz ishlayapti, xudo xohlasa. Yarim soat, 1 soatda jami bo'lib 3 soatda 3 metrni kovlab tashlaymiz. Tak, qolipimiz metrda turibdi mana. 1.20 qilib kovlaymiz. Birimiz devor hisobida qoladi, qolipimiz ichkari tarafida bo'ladi. Koloduzimiz shunday qilib joylashtiriladi. Va qolgan videolarni ham sizlarga yoritib borishga harakat qilamiz. Mana shuni qilib kovlaydi, xudo. Mana qolipimiz shu shaklda qo'yib oldik. Orqasida mana shuncha joyi bo'ladi. Shu yerga rastvor qo'yiladi. Keyin qarab turibsizki, tayyor koloduz bo'ladi. Keyin bu rastvorimizni mana yoniga tayyorlab oldik. Bir xalta siminni u arabadan 1,5 araba qilamiz. Keyin bu 3 talik koloduzimizga 13 araba ketadi. Agarda sizlarga chiqargan videolarimiz qiziq bo'lsa, kommentariya yozing, obuna bo'lishni unutmang. Mana betonimiz shu shaklda quyiladi, do'stlar. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Aynalashiga mana shunday holatda bo'ladi. Agar chiqargan videolarim sizlarga yoqsa, like bosing, obuna bo'ling. Mana rastvorlarimiz. Mana akamiz.